Necha pul qilib berasiz aka? Kelishtirib bir seniki ayting. Men ham sizni qiynamayman. Mehmon ekansiz, 1,5 so'm balandroq so'rashim mumkin, past so'ramayman. Faqat kelishtirib ayting. Yo'q, 65 demang. Mang. Keling axir. Konditsionerlar ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Trubkasini almashtirish kerak. Ochiq aytgani yaxshi ekan. Nima qiladi? Harakat qilsa keyin ishlab ketadi. to'g'ri. Motori turibdimi qisqasi? Bor. Samarqanddan keldik aka. Yo'q, konditsionerda motor. Trubkalarga mayli 500 ming ketadi, 1 million ketadi. Endi hozir bundan buyoqqa konditsioner o'zi kerak emas, bundan buyoqqa issiq yursa bo'ladi. Sovuqqa kerak bo'ladi. Qarshilarga kerak-da, lekin. Qarshilarga. Xuddi Samarqand bir peshda gapiramiz. Samarqandga yomg'ir yog'ayapti demadsiz. Ya bizlarda bo'ldi. Qarang aka, nomard so'ramayman, mard so'rayman. Dal so'rayman. Mehmonsiz past ko'rib so'ramayman. Bo'ladi siz bir narx so'rayman. Ayting. Barobar tekis qilib aka 58 million so'm berib 59 ga sotib o'tiraman. Olmishga ham balandroq sar. Mana buni ham 59 million qarang, bitta kapot kraska mana. 60 millionga olindi. 58 million so'rayapman siz mashinangizni. Sezilyaptimi yo'qmi balandroqligi? Ko'rdim ha. Mana bu tomon yomon yasalibdi-da. Keraklar, arqa keraklar. Bering mayli, tavakkaliga olaman. 60 ga tortmayman aka. Bilib turibman. Mana ham shu didizni bilib, shunday didizga yaqingina qilib so'rab qo'ydim men ham. Aka, o'zi ko'p narsa deymiz, narx ko'tarilib ketdi-da. Hozir buni 60 ga olsam, erta bir kun keladi yana bir kishi, aka, 60 millionga oldingizki, menikini ham olavering deb keladi-da. Ishoning. Men hozir siz 2012 Mokrini ko'rgansizki, o'shani olganimga bilsangiz ustimga borki, yengli kiyim bilan plastik mamdaqachim bor edi. Sovuq payt oldim. Yo'q, endi qarang, siz buni qayerdan ko'rgansiz? Osiyo Avto Instagramga bitta meni kanalim emas. Yo'q, to'shdisiz. Yo'q, Osiyo Avto qarang, kecha ham 50 kishi keldi-da, paloncha mashin qani yo'q aka, Osiyo Avto deb bitta mana Osiyo Avto 600 nechtalikka ulaninglar. Keyin men misol o'zimning ism familiyam bilan bitta kanalim bor, Usmonov Akmal. Keyin men ustaga qilsangiz, ustaga umuman boshqacha qo'yadi. Osiyo Avtodagi o'zi отдельный, Osiyo Avto deb yozishyapti-da. Подписчик ko'paytirish uchun eski kliplar borki, eski mana eski savdolarni olyapti-da, bugunga qo'yib qo'yapti. Odamlar chalkashib ketyapti keyin. Hozir olib Akmal aka deb chop kelishyapti. Ular olingani 1,5 oy, 2 oy bo'lgan oldingi eski savdolarni olyapti-da, balla blogerlar подписчик ko'paytirish uchun shugunga qo'yib qo'yapti. Hamma keyin shugun olibdi Akmal aka deb o'ylayapti. Kecha bir Lacetti'ni ishoning bir 100 kishi so'radi. Men aytdim shu 100 ta odamga, o'zimizga podpiska bo'laylik. Kunlik qo'yilyapti-ki. Ular mana olyapti-da, eski videoni qo'yapti. Podpiska ko'paytirish uchun-da. Men norozi emasman uni esa. Roziman, faqat kunlik qo'yib borsa, ular ham kim podpiska ko'paytirmoqchi deb roziman, qo'yaversin. Eplab bo'lmaydi endi buni. Lekin eski videoni olib shunday qo'ysa, dabdala bo'lib qolibdi-da. Men keyin siz aytyapsiz. Aka, Mokri 2012-yil Kobultni olgan paytim, hozir sizga aytaman, tak. Fevralda nechisidir cheslasiga olganman, eslayman. Undan keyin hali 2012 Kobult olmadim. Fevral oyini yo 25 ga olganman, yo 26 ga. Qarang, mart, aprel, mayga kelyapsiz-da, o'zi yaqinga oldingiz kelyapsiz. Yo'q. O'shanda qo'yib qo'yapti. Mana shuning uchun bir ikkita blogerlar iltimos, akalar, blogersizlar, mana shu ko'rasizlar shu videoda ham, aniq qo'yinglar, mayli qo'ymanglar demayman. Cheslasi bilan qo'yinglar, bizga yoki minus keltirib qo'yapsizlar. Hozir men kiber xavfsizligiga yozib beraman, o'zlaringizga minus bo'ladi. Men unaqa yozib beradigan odatim yo'q-da. Qo'yinglar, podpischik ko'paytirsalar, men roziman, lekin cheslasi bilan qo'yib boringlar. Xalq aldanib qolyapti. Bu turish noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. Men ham keyin jahlim chiqib, bitta ikkitalarini sudga torttirib yuboraman, o'lib ketasizlar keyin. Nomard so'ramadim, mard savdo bo'ldi. Faqat o'zingizga qoldi, aka, unda ko'p ham o'ylanib qolmang. Ko'ngilni aka qo'yib bering, odam 1 so'm bo'lsin, million so'mda ishini qilsin, million so'm bo'lib 1 so'mda ishini qilmasa nima foyda aka? Ko'ngilni yoyib bering aka, yaxshi kunga sotopsizki bari. Yana 1 million beraman. Mening nomard emas. 59 so'm beraman deb. Tiniq bo'lsa beraman. Kim olsa olsin. Qara aka, oling deb pasutib. Ha, olasizmi? Ha, o'lamanda ketib qolmang. Oluvchi oldingiz. Yaxshi-da aka. Xo'p, ko'rdingiz-a? Obzorni tutib ketaman. 2014 ikkinchi pozitsiya Kobul konditsioner motori borda, trubkasi yo'q dedilar, eshitdingiz-a? Trubkasini qo'yib remont qila olasiz. Kraskasi kelayotgan bo'lsa, eshik tepalari o'ziniki turib turadi, pastlari sepilgan, arqa krilo, kapot. Xo'p, bu kapot, bu krilo sepilgan. Ichiga o'tmagan, oldi, yaxshi turibdi. Yurgani 200 qanchadi? 240 ming yurgan. 60 millionga o'tibdi sizga. 59 million oldim, 1 million qo'yib sotdim. Hozir qoladigan 1 millioningizga rozimisiz? 2014-yil Kobul. Generalni chiqar, aka. Rozi bo'lasiz. 1 million qo'yib sotdim, mehmon. Omadingiz bersin.